Kim tug'ilgan kunida tuqqan onasini bitta shirinlik, kichkina shirinlik berib, onajon rahmat sizga deganmiz. Kim degan? Bugun jon olib, jon berib, o'lim bilan olishib, umurtqiz uzilib ketaydi. O'lib qolay deb suvaylaringiz qarsillab, mayda tomirchalar uzilib, dodala-dod qilib meni dunyoga keltirgan kuningiz. Rahmat onajon deb bitta shirinlik berganmiz. Kim bergan? Mana shuncha odam o'tiribdi. Yo bitta ayollar gulni yaxshi ko'radi. Kim tug'ilgan kunida tuqqan onasiga bitta dona gul berib rahmat aytsin. Bu shirinlikni ham pulga berar, o'sha gulni ham pulga berar. Hech bo'lmasa quruq, quruq. Muborak qo'llarini ushlab, muborak qo'llarini ushlab. Onajon, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz bugun meni yorug' jahonni ko'rishligimga sabab bo'lib dunyoga keltirgan kuningiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat ona deb ko'raylikki,